Amerikadagi Yahudi guruhlarining asosiy siyosat markazi bo'lgan Yahudiylar ommaviy ishlar kengashi Xitoy hukumati Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblashda qaror qilgan. Yahudiylar ommaviy ishlar kengashining qarorlari odatda boshqa nurg'un Yahudi tashkilotlarining o'zaro muzokarasi natijasida chiqarilgan hamda Amerikadagi Yahudiylarning faoliyat harakatlarining yo'linishini belgilaydigan bo'lg'achqa, ularning qarorlari intayin muhim ahamiyatga ega ekan. Yerusalem Pochtasi gazetining xabar qilishicha, mazkur kengash yaqinda barliq davlatlik va yerlik Yahudi tashkilotlari bilan birlikda chaqirgan 2 kunlik qurultaydan keyin bu qarorni e'lon qilgan. Qarornomada mundaq deyilgan: Yahudiylar Xitoy kompartiyasini Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va bostirishlarni oxirlashtirishga, shundaqla o'z chegarasi ichida yashaydigan boshqa oz sonliq millatlar va diniy oz sonliqlarni ezishni to'xtatishga chaqirdi. Xabarda aytilishicha, mazkur qaror Yahudiylarning Uyg'urlarni qo'llash harakatlarining kuchayishida o'zini namoyon qiladigan bo'lib, qaror bo'yicha Yahudiylar ommaviy ishlar kengashi o'z kunligi ostidagi barliq tashkilotlarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi so'z qilishga va boshqa jamiyat va guruhlar bilan hamkorlashib, Uyg'urlarga qaratilgan vahshiylikning oldini olish uchun asosiy qatlam harakati barpo qilishga chaqirilgan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bildirishicha, Prezident Jo Bayden vazifaga o'tirgandan buyon Amerika armiyasining Xitoy dengiz tavalligidagi harbiy faoliyati 20%, kuzish faoliyati bulturqoga o'xshash mazgildagiga solishtirganda 40% dan ko'proq oshgan. Ministrlik bayonotchisi Wu Chen muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning janubiy va sharqiy Xitoy dengizidagi faoliyati haqida to'xtaldi. U Amerikada yangi hukumat vazifaga o'tirgandan buyon Amerika urush paraxodlarining Xitoy dengiz tavalligidagi faoliyati bulturqoga o'xshash mazgildagiga solishtirganda 20% dan ko'proq oshdi. Kuzatish aeroplanlarining faoliyati 40% dan ko'proq oshdi dedi. Amerikani doim Xitoy atrofidagi havo va dengiz rayonlariga urush aeroplani va paraxod avatish, rayonni harbiylashtirish va rayonning tinchligi va muqimligiga tahdid solish orqali harakat qilayotganligini ayblagan u, Xitoy bu ahvolga qat'iy qarshi turdi dedi. Qırğızistan Tacikistan çegrasidagi qurolliq to'qunishda har ikki davlatdan jami 6 kishining hayotidan ayrilganligi, 115 kishining yaralanganligi e'lon qilindi. 28 aprel Qırğızistan Tacikistan chegarasidagi suv bilan ta'minlashni kontrol qilish masalasidan kelib chiqqan jiddiylik ikki davlat xalqining 29 aprel bir-biriga tosh etishi bilan davomlashdi. Egilenishicha, ikki davlatning chegara armiyasining aralashishi bilan to'qinish yuz berib, har ikki tarafdan broneviklar rayonga avatilgan. To'qinish yuz bergan yaqin atrofdagi yezi bozorlarda bolalar va ayollar tarqoqlashtirilgan. İjtimoiy taratqularda tarqalgan suratlardan ma'lum bo'lishicha, qaysi tarafga tava ekanligi noma'lum nurg'un uylar ko'ydirilgan. Rossiyada turayotgan Qirg'iziston bosh ministri Ulug'bek Maripov va Tojikiston bosh ministri Kohir Rasulzoda bir yerga kelib suhbat orqali chegaradagi to'qinishni tezdan hal qilishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazining tarqalishchan kasalliklar doktori Wu Zunyo payshanba kuni Xitoyning ba'zi shaharlarida Xitoy virusining Hindiston varianti bayqalganligini aytgan. U, garchi Xitoydagi yuqumning umumiy ahvoli yaxshi, davlat ichi manbalik yuqum yo'q bo'lsa-mu, lekin xalqaro vaziyat intayin og'ir. Chet el manbalik yuqumning bisimi texmi cho'ng. Ammo buningga sal qarmasqa kerak degan. Pat arada yetib keladigan emgakchilar bayrami sababidan virusga qarshi qo'llanilgan tadbirlarning muhimligini ta'kidlagan u, Xitoyning ba'zi joylarida Hindiston variantining bayqalganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin qaysi rayonlar ekanligi haqida ma'lumot bermadi. Yana bir tarafdan Xitoy yer shari vaqt kezdi Xitoyning Jejong o'lkasidagi bir portda 11 kishining bu xil virus bilan yuqumlanganligini xabar qildi. Amerika Kengash palatasi Qurolliq mulozimat komitetida dunyoviy tahdid temasidagi yig'iniga qatnashgan Amerika davlatlik istixborot idorasining boshlig'i Avval Haynes Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobatga baho berdi.
Haynes Xitayning axborot va harbiy texnika qatorliq nurg'un sohada ko'rinarli qadam tashlaganligini ko'rsatib, Amerika axborot jamiyati bo'lish sifati bilan ular o'z sohasida Beijing bilan davomli raqobatlashganligini aytdi. Haynes bir savolga javob berganda, Xitoyning o'ziga texmo ishonch bilan qaraydiganligini ko'rsatib mundaq dedi. Xitoy o'zini kunsiri kuchayotgan kuch, Amerikani zavolliqqa yuz tutgan davlat deb qaraydi. Buni nurg'un Xitoy amaldorlarining bayonotida ko'ra olasiz. Haynes Xitoyning urush qilish niyati yo'q deb qaraydiganligini bildirdi va ammo Beijing bu jarayonni nol yig'indalik o'yin deb qaraydi. Bu orqa ko'rinishda Amerikani har sohadagi tahdid deb qaraydi dedi.